Assalomu alaykum Faton Andijon obunachilari. 5 tonnalik modellarimiz orasida eng ko'p qiziqishga va sotuvga ega bo'lgan Faton Aumark avtomobilimizni avtosalonimizga shaxsiy holatdan kelgan. Hozir sizlar bilan ushbu avtomobilimizni obzorini ko'rib o'tamiz. Avtomobilimiz 139 talik dizelli gibrid motor bilan jihozlangan. Bunga bemalol metan o'rnatsanglar bo'ladi. Motorni ham ko'rib chiqamiz. Motorlarimiz ko'pchilik biladigan qizil motor, ya'ni amerikanskiy Cummins motor bilan jihozlangan. 139 talik apparat turbina, apparatlari ham bunaqa seksionli bo'ladi. Bu tomonda esa turbinalarni ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bu tomonda korobka qismimizdan ko'rishingiz mumkin. Korobkalari yaponskiy bo'ladi. Bunga bemalol ensha razvedkalarni o'rnatib, xohlagan turdagi space texnikalarni o'rnatsanglar bo'ladi. Ya'ni xohlasanglar manipulyatormi, avtovishkami, kranmi yoki samosolmi bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. Korobkamiz ham ancha baquvvat, bemalol ushbu funksiyalarni bajara oladi. Ya'ni o'zimizda ko'rib turganlar 28 metrli avtovishkalar ham bor. Ushbu mexanizmlar ham bemalol xuddi shu korobkaga, xuddi shu motorga o'rnatilgan. Vodovozlarimiz bor. Undan tashqari bu tomonda samosolimiz ham bor. Samosolimiz ham ensha razvedkasi xuddi shunga ulangan. Undan tashqari razvedkalardan ham muammo yo'q. Razvedkalarni xohlasanglar aloqa chiqsanglar o'zimiz topib beramiz. Bemalol o'zingizlarning enshalarni o'rnatib, nima space texnika qilmoqchi bo'lsanglar o'rnatib olsanglar bo'ladi yoki bort qo'yib oladigan bo'lsanglar, ushbu modelimizning ustiga bortlar ham bor. Xohlasangiz bortli versiyasini ham xarid qilsangiz bo'ladi. Narxida unchalik farqi yo'q. Xohlasangiz mana bunday furgonli versiyalarimiz bor. Furgonli versiyalarimiz metallitskiy yoki izotermik budkalarimiz bor. Zavod tomonidan yasattirib ber desanglar, zavod holatdagi budkalarimiz bor. Undan tashqari ko'chadan bemalol o'zingizga moslab arzonchi variant bo'ladimi yoki o'zingizning biznesingizga moslab premiumroq mahsulotlardan foydalangan holatda ishchilar nержавейка bilan qoplangan mahsulotli biznes turlari bor. Ya'ni go'sht mahsulotlari bilan shug'ullanadigan akalarimiz o'zim ichkari tomondan nержавейка qoplatib, magazinni o'rnatib olaman yoki refrigerator o'rnatib olaman degan akalarimiz uchun ham juda bob variantdagi avtomobilimiz. Bortning razmeri bemalol bunga 5,5 metrli bort o'rnatsanglar bo'ladi. Sababi o'zi ramani o'zingizlar 5.10 bo'ladi. 5.10 li ramamizga 220 ga 230 li budka o'rnatib olsanglar ancha katta mashina bo'ladi. Undan tashqari mashinamizning benzin rasxodlari ham, dizel rasxodlari ham ancha kam. 100 kilometrga 13-14 ta, maksimal 15-16 gacha rasxod qilishi mumkin, lekin unaqa ko'p rasxod qilmaydi mashinamiz. Sababi avtomobilimizda 16 diska balon bilan jihozlangan. Xohlasanglar buni bemalol 17,5 yoki 19,5 diska balon qo'yib olsanglar bo'ladi. 19,5 tushmasligi mumkin. Bemalol 17,5 diska balon o'rnatib olsangiz bo'ladi. Unda sal dizel rasxodlash Isuzu'lar bilan tenglashishi mumkin. Lekin mashq holatda 16,5 diska balon bilan yuradigan bo'lsanglar, ancha ekonomik holatda yuradi. Orqalarimiz qo'sh risol amortizatorli ko'rishingiz mumkin. 5 ta risol, undan tashqari 2 ta risol dabavkasiga bor. Orqa zadniy mostlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Ancha baquvvat ishlangan. Kattaligi boshqalari bemalol 5 tonna, 6 tonna, 8 tonnagacha yukni ko'tarish uchun mo'ljallangan. Tormoz tizimi esa воздушный bo'ladi. Bemalol yozgi kunida issig'ida moy ushamayapti degan muammo ushbu avtomobilimizda kuzatilmaydi. Sababi tormoz tizimi воздушный bo'ladi. Avtomobilimiz salon qismi ham ancha chiroyli ishlangan. Undan tashqari Isuzu'ga nisbatan ancha keng. 3 kishi bemalol harakatlanansanglar bo'ladi. Materialli salonda kojali salon bo'lmasligining sababi ushbu avtomobilimiz issiqda, yozda, qishda materialli salon ancha qulay hisoblanadi. Ya'ni yozda muzdekini yurasiz, qishda esa issiqqina. Rullarni ko'rishingiz mumkin, elektr ustuni gidravlika. Bu tomonda esa gorniy tizimlari ham mavjud avtomobilimizda. Avtomobilimiz 6 bosqichli mexanik korobka bilan jihozlangan. 139 ta ot kuchi aytib o'tganimdek, ruchnoylari esa воздушный bo'ladi, tormozlari. Magnitofon tizimlari ham mavjud, konditsionerlari albatta ushbu avtomobilimizda bo'lishi shart, ya'ni uzoq yo'llarda harakatlanganinglarda qulaylik uchun. Ushbu 5 tonnalik Faton Aumark shassisini Andijon filialimiz tashrif buyurib 375 million so'm evaziga bemalol 1 kun ichida nomingizga rasmiylashtirib ketsangiz bo'ladi. Yoki avtomobillarimizni xarid qilish usuli bo'yicha batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz yoki avtomobilimiz haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga aloqa chiqing. Manzilimiz bu tomon Piyospadan kelishda oxirida Domni tagida joylashgan. Bu tomonimiz aeroportdan kelish 36-post tomon qarab, 36-postdan aeroport tomon yurganingizda 100 metrdan keyin o'ng qo'lda mana bunday 4 etajli Domni tagida joylashgan.